Bittasi ozolmayapman deydi, bittasi semirolmayapman deydi. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan bugun bitta zo'r narsa haqida gaplashamanda, qanaqa qilib ozish yoki semirish bo'yicha. Chunki o'zim mana 3 yildan beri muntazam ravishda sport bilan shug'ullanib, o'rganib kelayotgan bo'lsam, atrofimdagi tanish-bilishlarimdan ko'p narsani ko'ryapman, eshityapman. Bittasi ozolmayapman deydi, bittasi semirolmayapman deydi. Qaranglar, ozmoqchi bo'layotganlar. Kaloriyalarni har kuni kundalik ishlatadigan kaloriyangizdan kamroq yeyishinglar kerak. Semirmoqchi bo'lganlar har kuni kundalik yeydigan kaloriyangizdan ko'proq yeyishingiz kerak. Juda qanaqa qilib qatdan hisoblayman, nima hisoblayman degan bo'lsanglar, tiqilyapti programmalar, ustidan intellektlar tiqilyapti. Просто kirasizlar, veslarni aytasizlar, bo'ylarni aytasizlar, kundalik nima qilasizlar, piyoda nima qilishinglar polni savollarni beradi. O'sha savollarga javob berasizlar, hisoblab beradi kundalik qancha kaloriya yo'qotishlarini. Xo'p, kaloriyani yopdik. Endi asosiy qismga keladigan bo'lsak, diyetani semirmoqchimisiz, ozmoqchimisiz farqi yo'q. Oqsilni ko'p yeyishingiz kerak. Majbursiz oqsil ko'p yeyishingiz kerak. Ya'ni kundalik o'zi norma bor. Misol uchun meni vesim sportchiman 90 kilo bo'ladigan bo'lsa, men kuniga o'sha 90 kilogramni 2 ga ko'paytirishim kerak. 180. Ya'ni 180 gram oqsil yeyishim kerak har kuni. O'zi formasi shunaqa. Vesingiz ko'paytirilgan 2 gram. Xo'p, nimalar oqsilni qayerdan olaman? Eng yaxshi oqsillar qayerda deydigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda tuxum deb qo'yaman. Tuxumda eng zo'r oqsil bor. Ya'ni 9 ta aminokislota kerakli bo'lgan aminokislotlarning hammasi bor tuxumda. Xo'p, ikkinchi o'rinda sut. Sutda eng toza protein bor. Odamzodga ma'lum bo'lgan eng toza protein sutda. Ha. Uchinchi o'rinda go'sht mahsulotlari. Qaysi ovqatda necha gram borligini, kuniga necha gram yeyotganimni qanaqa hisoblayman, oqsilni deydigan bo'lsanglar, men o'zimni jadvalimni tuzib chiqqanman. Kommentariyada plyus belgisini yozib qoldirsanglar, xudo xohlasa o'zim lichkalarga tashlab chiqaman.